daşan men Mülaşın söýüp gün gerdenimde daşan men Bu halma seret Razı ola yürek yanıp dur Bakın kara gölleri donup durun nişan men Mülaşın söýüp gün gerdenimde daşan men Bu halma seret Razı ola yürek yanıp
Yüzlerinizi köp olsun. Hem şu toylardan olsun. Barışlı keyişli olayıp matlarınızı nasipse keşkırlı toy diyeyim. Saksılamasını kızetmek. Nasipsin emmemizge hem şu toylarda jürek. Ey malay. Bakacağım. Duymasam. Beklemem. Çoğun kılından bakacağım. Sesiniz gelince. Astayamaz. Aytımızda böylelerimiz. Sizlerin işlerinde yani var mı? Uydu başım yaptı ama bir de kulağa şükür. Sayın Nakanitası. Ne ama niye yapıyorsunuz? Yakzıları taşıyorsunuz. Kulağa şükür, kulağa şükür. Ey malay. Kanka gidesin. Allah. Bak olsun. Yaxşı, kulağa şükür. Kulağa şükür öpüyoruz. Seferlerin Yaxshi o'tiringlar. Siratga tushiryapti. Sal o'zaraqdan qil. Çakmak kedirmeye geldi. Ishim Siz amma kamera olyapsizmi? Başınız kırsın. Başınız kırmadı birinci oldu. Çakmak kedirmeye razıklar o. Şapak yedirmez. Etmemedim ya. Arzanırak razı kılıp Aynen. Biz arzından kelin avutup sen. İyi. Ay vay vay vay. Bunday demek iyi. Ağzın qana kelin emas, qimmatga tushib ketgan kelin. Mahmut'tan kelin uzayım kadar kalıyor. Yo'q, qimmatga tushib ketgan kelin. Çeçesiz kan Akası var mı da? Menің оңайынан оңайына өткәріп кетпейін бе? Чарпын. Az çaydan da kapatlama, tamam mı kızım? Telefondan aç kızım. Bak. Evet. aynen güzel oynayıp Ben çapak sığınga. Hadi çapan gidelim. şey var kilo bir şey var. Aynı zamanda Kiyov işire kiyov. kilidin içine. Hikaye müşre. Şunday deyim. Bir. Güzel biz yine alalım. Bir kuyudan lazım. Sıcak ha. Alı bek çok edin mi alı bek? Payla payla kızlar payla. Aynen. Çırak. Tamam, değişikti. Fatih lazım mı? Kan. Sudena. Sudena. Umay satende. Az bir ay. Yok, ona namaz bir adım. Yok, ona kesin bir peydo. Kan cize. Cize. Arkadaşlarınız var. Bizim oğlum ne var bana haslatlar. Kan cize sıdırım. Cize sıdırım. Hiç hiç çatamaydı cizesi hep karar verdi. Unut bir ay. Unut. Bulama bu. Unutmaz bir ay. Ay satırım. Ulan. Cice. Ne tamam. Hadi. Hadi kan Simpatik kan nasıl İslam altın başım aldığım sizin
Hava bir. Siz ağır İslam. Çırak. Oğlum işte buradan bu aile. Koş, siz var. Fazla iyi. Razı olun. Baktığını versin. Allah razı olsun. Tamam mı? O tıraş et, tıraş et. Her gün nasipsiyle şu toyga gitsin. Biz onunla yemeğimiz, yüzde Kamera. Hayır, bunu buradan. Barayın kültüremenler. Aşağı dostlar, gidin dostlar.
Hammadan aldım. Ay, jutlar kingaru, adna razı angardan. Sizga normal stakan tushdi? Nega normal? Bo'ldi. Marman desa. Tamam mı? Kingaru kızlar. Endi kelsak beshik to'ylarda o'tirmoq, divarlar to'yda o'tirmoq nasib qilsa. Hamsha stakan bo'lsa, pul qo'shmasin. Sog'liqqa hamma. Doğan birebir. Akşam baktım kelin bilen. Aslında gapirsin. Yaşlı bir yakın Yakın bir kalacağın kamerası diye. Apasam gapireceğin kattadayım. Baktım ona. Sağlıklı. Bir kere kolda turmalı. Bir ömür boyu Arkadaşlar hiç ayrılmaz. Ağzı verir bunlar hemşe. Bura-buralan atalan hemşe bunlar da işte hazır ondayım. Endi do'sti gaplasın kan. Do'sti ham gaplab jirgan. Do'sti qaptaldi. Ösüp sinem gapla. Qana? Ösüp. Şu başta davay. Bu başta. Nasıl kısa niver to'ylarda o'tirib yuraylik. Aynen öyle düştüm. Haklama. Sabah sinem gapla. Kamerasini ham bir qarab jiraman. Nasip qiladi. Bizga nasibsini nima deymiz? Shu boqilib. Ularga so'lmasin. Yaxshi o'tirib nasibsini. Qani kelinning ham ukasidan eshitdik, o'g'limdan bir so'z eshitib kerakkan. Jizasiga olib qolsa bir shiranjarsigan. Nima deymiz? Apamdan jiza ma'ruf bo'lsin. Vali olsun. Hemşire başlasın. Nasipse bana diyet hücremse niyet ejdim. Hemşire yürekte. Oldu şey. Yani gapni men adam bormisa? Video bergan bir qirgasi. Ava. Senin hammasi o'zi qarab o'tdi. Malika bilan sizdan bog'lansin. Eng yomon ko'rimizam işte bu. Kaçta qizim gaplajasin? Kelini Bir ömür boyu bog'lamam. ağzı. Şimdi içamızda gorka diyoruz. Gorka qara. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down, and they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. Pray it won't fade. Oh, your halo, halo. I see your halo, halo. Your halo, halo. I see your halo, halo. Hit me like a ray of sun, burning through my darkest night. You're the only one that I want. Think I'm addicted to your light. I swore I'd never fall again, but this don't even feel like falling. Gravity can't begin to pull me back to the ground again. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. The risk that I'm taking, I'm never
Islam şöyle ıslam. Hoş geldiniz. Hoşunda ben yaxşı gaplashamiz, salom ayt, Kameraçı, boş kameraçı, hoş koyayım ben de. Şakoş kopuştu. Türklerge deyip, ne koyayım da bizim Raşit koyayım. Şakulan çıkmak nereye var? Bir saat gibi gittik. Yok, yok, sevcik olsun. Sikiniz. Nasıl da çevre uzaklarım. Evet, teşekkür ederim. Sadece evine şey. Şey olmaz. Bak ne verim ulan tuturum. Papayla o kaç. Sadım. Kamera vereyim. Az. Boş oldu. Sıcak kaskatış. Kim mi o? Ne nasıl? En azından alınca işimiz gerek. Başında orası. Kelimden hoşa gelsin. Kelim bağır olsun nasip. İngilizce ne verir de oturma nasipsin. Karımcan ağası. Kelimden hoşa gelsin bir şey ağzı buldu ayırmaz. Az. İndim yedik bu. Ben şu bugün Aşaziz'den Malika Pam'ın toyudu sürecini açtık. Aşaziz'de rasathanın hem çeşitli iğneye boyunu açtığımızın. Şimdi kesek toyduk bileyik. Farkındayımızda. Çivali bu. İteklerini suğla falan mısın? Aşağıdan Melike kelimden hoşça kalsın. Kim kusura bakar? Yenkenin arası kısıda kalsın. Niye Mesela köyünde uçmasın nasip. Katnaşı İngilizce bir şey köylerde oturmak nasipsin anlamamızga. Kızda böyle sen nasip olasın. Cigitler teşkilleştirmiyor ya. Lütfen unutmayın. Apasın. Kada verir mi? Kan ağır da var. Heyde. Kan. Heyde var mı? Zıkkımda uçuk ak. Nima deyik ya, yaşlarına baktı busun. Nasipse kuş şekerli. Balalı çağalı bu. Ağzı birgene bu. Nima niyet qilamiz, niyetlarga ciddi nasipse sağlam mamlakatimizga dolap var erta hammamiz. Eng jamoatlar ham shunday bo'lsin nasipse.
bilmeydi kadrin. Fırsatı ganimettir şok satırlarla. Bizim okçağıdır, umur daftarı. Bugünkü toyimizga qatnashayotgan aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar. Kechamiz bizaga bo'lgan kelin-kuyovlarimiz davramizga yaqinlashib kelmoqdalar. Marhamat qilib sizlarning gulduros qarsaylaringiz bilan san'atkorlarimizning ajoyib yor-yor sadosi ostida kelin-kuyovlarimizni davramizga kutib olaylik. Dua qiling ko'ryapman, kelini alla bolam desin, kuyov to'g'risiga bir ko'rib, no'rab tursa. Afzal o'rnimizdan turgan holda chiroyli gulduros qarsaylar bilan kelinlar kuyovimizni to'y davrasiga chorlab qolamiz. Mana keling. Osmondagi yulduzlar qo'shiq qaro qunduzday. Dili oydin yulduzday kelin keldi yor yor. Kuyov tura bilsangiz, beklar beki yor yor, belidagi belbog'i mardlarniki yor yor. Xush kelibsizlar kelin-kuyovlarimiz davramizga, to'ylaringiz qutlug' muborak bo'lsin deya. Aziz do'stlar, bitta ajoyib qarsaylar bo'lsak, diyodura kelinimizning oydek yuzini ochib qo'ysangiz. To'ylar to'ylaysiz. Yoshlar vaqti bo'lib baxtiyor bo'ling. Avvalo o'z sizlarni taqdim qilsin. Ezgu kunlaringiz to'y tantanadan va qo'jashdangiz. Gulduros qarsaylar, azalib qarsaylar ishtirokida kechamiz qurollar qurolchasiga ming tasanno. Hamda shuning bilan birgalikdan oshirda ketamiz o'z navbatida kelinimiz uchun bitta syurpriz, bektash yuziklarini taqib qo'ymoqchilar. Qarsaylar bo'lib tursin. Hatiya arasida nijoh uzumchilar ilohi muborak bo'lsin, abadiy bo'lsin nijohlaringiz.
Hiç kaçan yerinizde to'sib qo'ymasin. Qo'chqordek o'g'il, Parijondadek qizlarga Allohim nasib aylasin. Yoshlar baxtli bo'ling, baxtiyor bo'ling. Aziz do'stlarimiz, endi davrani kengroq qolsalaringiz, kelin va kuyovlarimizlar. Mana shu davramiz o'rtasiga valsga taklif etamiz. Hurmatli do'stlar, davramizga keng ochilishlarda iltimos. Yoshlarimiz uchun vals hozir. Oddiy o'yinli amallarda javob beradi. Qani ketdi, baxtli bo'ling.
sizlarga biz san'atkor tillaridan Allohning dastoni yorug'lik makoni maqtul qilib so'zlari sevishganlar o'zlari assalomu alaykum elimning yulduzlari. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar, Nurdamoronning otaxonlarimiz va mehrlari daryo onaxonlari, nobarchiroqli opa-singillarimiz, safardosh bobolar, aka-ukalarimiz, avlodimizning davomchilari, aziz farzandlarimiz va barcha mehmonlarimizga azizlarim assalomu alaykum deb qolamiz. Xush kelibsizlar, qadamiylarga salomlar deymiz. Assalomu alaykum. Bugun Xolmo Benovlar hamda Abdukarimovlar oilasini hurmatlab, izzatlab kelgan aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar. Azizlar, ko'rib turganimizdek bugun ikkala xonadonda ham katta to'y, katta bazm. Bugungi to'yimizning asosiy sababchilari esa kechamiz bezagi bo'lgan kelin-kuyovlar Ashirbek ukamiz bilan Malikaxon kelinimiz. Fursatdan foydalanib kelin-kuyovlar sizlarni bugungi bo'layotgan baxt nikoh to'ylaringiz bilan san'atkorlar nomidan, mana shu to'yda qatnashayotgan barcha mehmon va mezbonlar nomidan, qolaversa bugun to'yda qatnasha olmayotgan Turkmanistondagi barcha qavm qarindoshlar nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Albatta, bugungi baxtli yoshlarimizni ko'rganingda ko'zlaring quvonadigan, quvonchga kelar ekan. Aslan har bir insonga mana shunaqa farzandini, qolaversa eng bir ezgu kunlarni ko'rish nasib aylasin. Baxtli davron davrlarni sumonlarni tilaymiz. Hamda kechamizni ustoz urf odatimizga binoan keksasi bor xalqning parisi bor deganlardek yosh yo'lboshlar, yosh kichiklar degan maqolga himoya qilgan holda to'y davrasiga to'y boshimizni chorlasak nima deysiz? Bugungi to'yimizni ochib berish uchun so'zga kechamiz hurmatli mehmoni ham mezboni Komil jiyanlarni hurmat bilan to'y mikrofonimizga taklif etamiz. Marhamat qilib kelib Komil jiyanlari to'yimizni ochib bersangiz. Bugungi to'y boshchilik zimmasini o'z boshiga olgan to'y boshimiz Komil jiyanlari davradoshlar arasida bo'lsangiz, aka keling. Bismillahirrohmanirrohim deb kechamizni boshlab bersangiz. Aka to'y assalomu alaykum. Xush kelibsiz, to'ylar muborak bo'lsin. Qurbon hayit ayyominglar muborak bo'lsin. Ilohim farzandlaringiz yaxshi kunlarda ko'rish nasib aylasin. Marhamat. Assalomu alaykum. Xonamiz Ashirbek kelinimiz Malikaxonlarning nikohlari rasmiy shu to'ylarda salomlarni yaxshi bo'lsin. To'ylari kunlar bo'lsin, Alloh ko'p bo'lsin. Kelin bilan kuyov o'sha qanisi nasib qilib to'yda ochiq qilamiz. Yaqin nasib qilib xonadonlarga kelsin. To'yboshimizga butunimiz qarsaklar qo'ydi azizlar. Bugungi to'yimizda sizlarning qarsaklaringiz juda ham lozim bo'ladi. Chunki to'y tantanamizda chiroyli hamda shonga o'tishga 50% hissangizni siz aziz mehmonlar qo'shasizlar. Komil akamiz sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizga ham uzoq umr, salomatlik tilab qolgan holda aziz do'stlar. Bugun 2022-yilning 12-iyul kuni Turkiya davlatining Istanbul shahrida bo'layotgan Ashirbek bilan Malikaxonning baxt to'ylarini ochiq deb e'lon qilamiz hamda kelin-kuyovlarimizga o'tirishga ruxsat etamiz. Marhamat o'tiringizlar. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, endi ham menga to'y mobaynida olambar yoqimli ishtaha, yaxshi kayfiyatlarni tilab qolamiz. Hamda hammamiz bilamiz, musulmon aholisida, musulmon ellarida, qolaversa mana biz aziz turkmon vatandoshlarimizda da to'y tantana Bazma Jamshid qo'shiqdan kelyapti. Ya'ni Qurbon hayit ayyomlar davron surmoqda. Hammalarga Qurbon hayit ayyominglar azizlarim muborak bo'lsin. Guruhimiz nomidan, qolaversa oilam nomidan hamda do'stlarimiz nomidan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Nima niyat qilayotgan bo'lsa, ilohim niyatlaringiz Allohning dargohida sajda bo'lsin. Nima niyatlar bilan qurbon berayotgan bo'lsa, ilohim niyatlaringiz, sadaqalaringiz Allohning dargohida sajda bo'lsin deymiz. Qurbon hayit ayyomida muborak bo'lsin azizlar. Rahmat Shavkatjon, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Barchaga bayramay kayfiyat tilaymiz. Boshingizni baxtiga ham egmasin. Biring suluv, biring polvon ko'z tegmasin. Yarashibdi bo'ylaringga bo'ylaring, qutlug' bo'lsin bugungi nikoh to'ylaring. Shunday baxt topinglarki, topgan baxtingiz faqat o'zlaringga emas, hammaga yoqsin. Baxtingizga baxt tilagan baxtli odamlar orqalaringdan zavqlanib, havas bilan boqsin.
Albatta, mana shunaqa yaxshi niyatlar bilan azizlarim, oqshomimiz boshlandi. Endi navbatda kuy-nomalarga, sara qo'shiqlarga beramiz. Hammamiz bilamiz, to'xtatlarimizni go'zalligi, qolaversa qaysi san'atkorlar sanaladi. Avvalambor bugungi oqshomimizni necha yillarga esdalik qoldiradigan tarixiy voqeaga aylantirgan Xushovoz xonandalarimizning yonida kelgan aziz do'stlarimiz, Jo'shan Production studiyasining video muhandislari, Jo'shan Production studiyasining video operatorlari xizmatingizda o'tirdilar. Bu yo'lovlari ajoyib taronlar bilan xalqimizga xizmat etamiz deya qo'llari ko'ksida shay turgan Xushovoz xonandamiz, elimizning xalqimizning bulbuli, o'z sohasining yorqin yulduzi, o'z sohasining zo'r mutaxassisi, xalqimizning mehrini qozongan Xushovoz xonandamiz Shohbahram Umbarov va Shohbahram Umbarovning ijodiy guruhi xizmatingizda. Yonlarida ham nafaslari iste'dodli xonandamiz, ustozim, qolaversa kuy-novalar bilan xalqini, elimizni mehrini qozongan Serqir va ijod sohibi Mehrixonim Usonova ajoyib taronlarni sizlarga taqdim etar ekan azizlarim. To'y tantanamizni chiroyli o'tishga mana biz kafil o'tamiz. Albatta sizlardan yaxshi kayfiyat, chiroyli raqslar bo'lsin. Hamdardlarim, sizlar uchun bugun biz bilan birgalikda elimizga, xalqimizga o'zining san'ati bilan xizmat qilib kelayotgan Shavkatjon ukamiz Rasulovdan birgalikda xizmat qilamiz. Rahmat ustoz. Barchalaringiz bugungi to'yimizga xush kelibsizlar, xushvaqt bo'linglar deya asta-sekin qo'shiqqa navbatni yo'llaymiz. Yana bir marotaba azizlar familiyaga yoqimli ishlarga yaxshi kayfiyat, navbatni kuy-novalarga berib qolamiz hamda bugungi oqshomni istab hurmat bilan bizlarni shu davraga chorlagan Asad do'stimizga katta minnatdorchiliklarni bayon etamiz. To'ylarni to'y yo'llaysiz. Omad baxtini bersin. Har bir inson halol topsa, to'yga deya topa bersin. Baralar yayrasin kuy-novalar, xalqimdan aymasin ezgu kunlarni. Agar Mehrixonim kuy kuylasa, bulbullar sayrashsin, durul gavharni. Qanchaki to'ylar bo'lay bo'lsin.
Just
çağın bozulurdu. Eğer şu günlerde hayallerim bozulurdu. Kallalarga tuymadım, beni kamber uyladım. Savga kılgen gözümün çağın boy boynuna oynadım. Üstün boyning dillasiga, üç dört günlük yelasiga. Hayallar vafo qilar, o'zi suygan shaydosiga. Kallalarga tuymadim, beni kamber uyladim. Savga kılgen gözümün çağın boy boynuna oynadım. Gözümün çağın kolindagi, gözümün çağın bozulurdu. Ertligedir şu günlerde hayallerim bozulurdu. Bende aşık kalbim kalıp bayga gözü sızılırdı. Gözümün çağın kolindagi, gözümün çağın bozulurdu. Hadi bu çalışmazı oynamızdan toydan bu olay olsun. Bu salıydı, bulsaydı, kaysa güler kömmeydi. Bundan artık dert bu muydu? Cananına cananım. Dayda tülüm, telbatım, takran aldı ismin tülüm. Anar yükseltinim tülüm, hayranıma hayranım. Yetalmaymaning kanım yok, uzun yollar oldu kısa. Muhabbetsiz bulganim yok, cananıma cananım. Sen bilmesen kılgandine, sen sıkmayı kıygandine. Ben olurum süygandine, sarsandım ay sarsandım. Sarsandım ay sarsandım. Gözümüzün gözümün çakılmadı, şaharlık bulup gitti. Giderken bana Dubai'lere gitti. Ben de kimya, derdimle aytaydım. Sevgilim uykuysun, aylarga ketayım. Gözümün çakılmadı, şaharlık bulup gitti. Giderken bana Dubai'lere gitti. Ben de kimya, derdimle aytaydım. Sevgilim uykuysun, aylarga ketayım. Hadi yaşa oynayın kızım. Toydan bu olay olsun. Yoksa Fasinizden kim koptu, mehrinizden kim koptu? Bizge ben bir şey yaptım, cananıma canan. Azalinden olsaydım, olmazdı armağanım. Sevmesenden sevseydim, cananıma canan. Bugün kıyas yetmez sıra, sen kalbimden tınıp gittin. İntikamlı benden sonra, yamanıma yamanım. Yüreğim gerçeklik batar, gönlümde sen tıkanım. Dikkatler gülüp batar, cananıma cananım. Hey! Cananıma cananım. Kendime şişmezsen ki cananım. Şaharlık bulup gitti, giderken bana Dubai'lere gitti. Ben de kimya, derdimle aytaydım. Sevgilim uykuysun, aylarga ketayım. Gözüm çakılmadı, şaharlık bulup gitti. Giderken bana Dubai'lere gitti. Ben de kimya, derdimle aytaydım. Sevgilim uykuysun, aylarga ketayım. Kimi görürsün, hey! aşağıda toylarımızı. Bu da bizine. Bahçeye göre Allah'ın toydan bu olay olsun. Sevgilim hamarı alma, suratına karab aldım. Balzaklar kılmasana talep, ölümsüne çıkar sağlık. Hey! Hasadımda dengizler duah, asmandaki yıldızlar duah. Sarmışım o sana günah, bugün senin çıkar sağlık. Sarıldım bu sarıydı, sarıldım cemalini, sarıldım hayalini, hayalini, sarıldım, sarıldım bu sarıydı, sarıldım cemalini, sarıldım hayalini, hayalini, sarıldım. Hey! Hey! Şişmezsin!
Derdimle ayrıyım, sevgilim
Kaşların kara, yaman çıraylı sana gözlerin kara. Sen canım aldın, otları saldın. Kalan kalan kaşların hayalım aldın. Yerime kara, saçların kara, yaman çıraylı sana gözlerin kara. Adamın basıp bana dağla, geldi yanıma tabana. Çalmasın şu gitarı, aksana aksana aksana. Adamın basıp bana dağla, geldi yanıma tabana. Çalmasın şu gitarı, aksana aksana aksana. Al canımı al, sen yanımda kal. Sazla yakala beni, bağlama kal. Kızı oynama, bana kıynama. Sen gözüne uçça, bana bağlama. Al canımı al, sen yanımda kal. Sazla yakala beni, bağlama kal. Kızı oynama, bana kıynama. Sen gözüne uçça, bana bağlama. Adamın basıp bana bağla. Geldi yanıma tamana. Çalmasana şu gitarı, aksana aksana aksana. Karanın basın bana bana. Geldi yanıma tamana. Çalmasana şu gitarı, aksana aksana aksana. Bir dostum var esnetedi bana elixle. Bir dostum var o getirdi bana elixle. Kırmızı masamı dikti. Bir dostum var esnetedi bana elixle. Bir dostum var o getirdi bana elixle. Konuşkanda uzakında yaklaşamaz. Sabır kırdı bana elixle. Bir dostum var esnetedi bana elixle. Dost
Braunsuz aydayın başrolunu bas bas. Sağlık kalsın değilsen de, sağlık kalsın değilsen de, kanın kalsın değilsen de, yazık kalsın değilsen de, hakkının şu günde olup kalsın değilsen de, yüreğimde geçtiğin kanıp duran aşk aşk. Braunsuz aydayın başrolunu bas bas. Bilmeksin aşağı yok gözlerinde yaş yaş. Artık güvenden seni özge bugün ras ras. Braunsuz aydayın başrolunu bas bas. Yüreğimde geçtiğin kanıp duran aşk aşk. Braunsuz aydayın başrolunu bas bas.
Yürek
aytdım salamda, koşup aytdım geldim sizler tamamla. Aşka derya, sırhan derya tamamla, bana kızlar yapandadır yamanda, Harazm'dan salam aytdım salamda, koşup aytdım geldim sizler tamamla. Stop, power, stop. Şöyle göstermek oluyor.
aksincha qo'yilasiz navbat iltimos. Rahmat hammalarga. Shu yerda 5 daqiqa vaqtingizni olamiz, undan keyin kechamizni yanada ajoyib taronalar, sho'x sadolar bilan davom ettiramiz. Rahmat san'atkorlar. Rahmat mana shu davramizni to'g'ri ko'rayotgan aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar, assalomu alaykumlar, salomat bo'lingizlar. Tashqi qalblarni zavqqa to'lib qolaykizlar uchun bugun. Bir-biriga orom baxsh bermagan dilsiz kimsa yo'q bugun. Biz yuzma-yuz turar ekanmiz. Shunday go'zal dam bilan qutlagaymiz sizlarni. Bugungi to'ylaringiz bilan deb aziz do'stlar, to'yimizni davom ettiramiz. Azizlarim, bugun to'yimizga to'ydan to'yona to'y egalari tomonidan chiroyli prizlar davrimizga qo'yildi. Hozir mana shu davrimizda yaxshi o'ynagan o'yinchilarimizga ushbu prizlardan hadya bermoqchimiz. Davrimizga kuyovlarning Gulsevar ammasiga, Mavluda amakisi, Asal jiyanlari, Yulduz kelin, Xalida kelin, Babaxon amakisi, Babanazar amakisi, Umarzoq kuyovlarini hamda O'g'ilnobod bo'lasini taklif etamiz. San'atkorlar bitta so'z bo'lsa, mana shu ismlari tutiladi. Barakallah, sog' bo'lingizlar. Yana davramizga priz olish uchun kelinimizning Munavvar opasini, Dilgo'zal singlimizni, Oy do'stimiz Qabulova sizni hamda Elbek ukamizni taklif etamiz. Shuning bilan birgalikda kuyovlarning oshnalari Turra hamda Safarmurat ukalarimizni taklif etamiz. San'atkorlar so'z bo'lsin. sizlarga nasib etsin deb qolamiz. Aziz do'stlar, endi asta-sekin tabrik so'zi bilan to'yimizni davom ettirmoqchimiz. Tabrik so'ziga kuyovlarning Asal ammasini taklif etamiz. Arslon ukamiz prizingiz
ketsak o'rtaga. Yaxshi kunlaringizda qaytsin. Bu hayot albatta har kimning qismat mana shunday ekan. Mana shunday yaxshi kunlarda mana shu yaxshi insonlarning ruhlari shod bo'lsin deymiz. Aziz do'stlar, to'yimizni davom ettiramiz. Davramizga kelinimizning Azamat akasi, Namoz akasi, Ramazon ukasi, Jamila Gulshan yangalarni taklif etamiz. Rahmat, kelingizlar. İzzet hizmetinde joyga qo'yib, kichkina kelinning ba'zi narsalarni hamisha qatnashtirib, oxirida qarindoshlarimiz. Namoz Atam Malika, İzzet Paşa, Batılımızdan hemşer, ömür baktı evinde. Kuşlarımızda kuşakar, dostumuz çıkıp olsa, ben etkamızdan yatıp geçip çürüdüm. Kelinimiz Malika xon. Hozir mana shu yerda siz
Azamat tomonidan tilla sirg'a. Gulshan hamda Namoz akangizdan bitta tilla braslet, Ramazon akangizdan bitta oltin uzuk marhamat sovg'alarini qabul qiling. San'atkorlar so'z bo'lsin. Sovg'alarni topshiramiz. Hovlimizga bir kuni kirib keldi farishta, hamma xursand shu kuni oppoqqa bo'lishda. Yotar edi jilmayib ko'zlarida sehr bor, yaratganga ming shukr, endi meni singlim bor. Manzilimda 5 o'g'il, lekin bitta singil yo'q. Mening esa singlim bor, shundan mening ko'nglim to'q. Bir onaning o'rnini bosolmaydi 5 o'g'il, lekin ona o'rnini bosarkan bitta singil. Mening esa singlim bor, mening shakkan singlim bor. Aytaman takror mening esa singlim bor. Salva salomlaringiz, qo'llaringiz qulluq muborak bo'lsin. Berekor. Ajramajon ko'zlaringda oqmasin hech ko'z yoshing. Onamdayin bo'lsin seni bag'ringdagi bardoshing. Joning omon bo'lsin deyman, bu yagona o'tinchim. Aka degan so'zlaringdan singil jonim sevinchim. Dadam ishga ketgan mahal orqasidan ergashib, To'ng'ich akam qizi bilan o'ynashib yoqtalashib, onam deydi mehribonim, elga toyim quvonchim. Sen uyimiz farishasi, singil jonim sevinchim. Mening esa singlim bor, mening shakkan singlim bor. Aytaman takror Barakalloh, rahmat akalari, yangalari. Hammaga mana shunday singil akalar, yangalar nasib etsin deymiz. To'yimizda davom ettiramiz. Endi kuyovjo'raning opasi, akasi jizzasini taklif etamiz. Mana shu insonlar tomonidan ham kelin-kuyovlarimizni bugungi to'ylari bilan tabriklamoqchimiz. Kuyovjo'ra Oshirbekning opasi, akasi jizzasi kelingizlar. To'ylar bo'lsin. Boshqa abatda bo'ling ilohim. Eng birinchi kunlar sizlarga hamroh bo'lsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar va mezbonlar. Men bugun chiqqan boshqa malikaning to'yi. Nasib bo'lsa ikki aka bir umr mutluluk, bir umr bor. Her zaman takipçi olmasın. Bir umr mutluluk diliyorum. Bizim de küçücükse davamız vardı, bunu vermekte ruhsat versin. Fatıma var. Endi mana shu to'y egalariga atalgan salva salomlar bor ekan, san'atkorlar so'z bo'lib tursa, barchalariga o'rtaga taklif etsak. Salva salomlaringiz, kunlaringiz, to'ylaringiz qutlug' muborak bo'lsin.
albatta beramiz. Kelinglar. Başta gidip birlikte teşekkür nasip olsa öğrenciler pişkir de oturduk nasip olsa başta görmüyor. Arkadaşlar gelin harika nasip da gelinle teşekkür arkadaşlar. İngilizce nasip ediyor da okuman nasip olsa gelinle doğru. Arkadaşlar tariflerle aslında bakmıyoruzlar aslında gelin bilen kuşaklarım aslında hamşa bakmıyorum aslında. Arkadaşlar vakti bu. Gelip ben kuşaklarım çuvalımızın da sana veremezim. Beşiktaş'tan sonra nasıl bir işte dönüş tutturuyor. Açıdan bakıyoruz da koy kaçta. Türkmenistan'da karşılanan gol kaçta. Aşırı klaslar Malika Kelin baktı uğradı. Arkadaşlar. Kadınlar, arkadaşlar zamanından kadarıyla saymalarına başlarız. Rahmat aşağı dostlar, sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Aziz mehmonlarimiz, endi mana shu bugungi kechamiz sohiblari, sohibasi, kelinkolarimiz Ashirbek bilan Malikaxon kelinimiz tomonidan atayin tayyorlangan sovg'a salomlar bor. Hozir mana shu sovg'alarni topshirish uchun davramizga kelinimizning Sodiq akasini, Dilorom opasini, kelinimizning Azamat akasini o'rtaga taklif etmoqchimiz. Ismlari kutilganlar, marhamat o'rtaga kelingizlar. Kelinkolarimiz tomonidan atalgan sovg'a salomlarni topshiramiz. Sodiq akasi keling, Dilorom opasi, Azamat akasi kelinimizning. Endi hurmatli mehmonlar, sizlardan katta iltimos. Shu kelinga o'rtaga kelganda o'rtaga kirib ketmangizlar, chetdan qarab turingizlar. Iltimos. Ashirbek, Malikaxon sizlarni davramiz o'rtasiga taklif etamiz. Marhamat. Yarashibdi bir-biringizga jismingiz. Baxtli bo'ling, nurga to'lsin o'yingiz, chinordek uzoq bo'lsin sizning umringiz. Kelinkolarimiz uchun atalgan nikoh o'ziklari davramizga keltirilsin. Ashirbek, Malikaxon, bugun sizlar uchun albatta esdan chiqmaydigan eng baxtli kunlaringizning biri. Mana shu baxtli kunda sizlarga nikoh o'ziklarini taqishga ruxsat etamiz. Qarsanglar bo'lib tursin, aziz do'stlar.
rahbar. Ummatimda ol Rasul Muhammad. İki yoshga, iki gulga, iki dilga oltin bor. Biz tilaymiz Allohdan mangu bitmas muhabbat. Marhamat, to'xtamni kesishga ruxsat etamiz. Olsun. Şampanskidek coşkunda olsun. Birbirlerinizden sevilip yaşayınızlar. Baxtli bo'lingizlar, to'ylaringiz qutlug' muborak bo'lsin. Akalarim, opalarim davramizda qatnashib turingizlar, kelin-kuyovlar dunyosida. Samimiy iftor edi bobolarimiz. Andishali edi momolarimiz. Ularga o'xshasa farzandlarimiz oq izin bosuvchi toylar ko'paysin, go'zal yurtimizda to'ylar ko'paysin. Chanqasang suv so'rab soyga borasan, uzoq qolsang madadli boyga borasan, boy ham nochor bo'lsa payga borasan. Ilohim dunyoda toylar ko'paysin, go'zal yurtimizda to'ylar ko'paysin. Marhamat, kelin-kuyovlarimiz sha'niga shampanskalar ochilsin deyaptilar. Hay yashang, barakalloh. Umriga shitob kabi shirinlar bo'lsin, ustidagi gullar kabi ochiqlar bo'lsin, hamisha har doim batroq bo'lsin. To'ylaringiz muborak, ayyom muborak. Yoshlar baxtli bo'ling, iroqning do'stlaringiz, mana shunaqa aka-uka, opa-singillarimiz doimo hamisha atrofingizda bo'lsin. Yaxshi kunlar sizlarni tark etmasin. Eng bir ezgu kunlarni tilab qolamiz, kelinlar kuyovimiz. Omad, baxt, ezgu kunlik, yaxshi kunlar tilaymiz. Mana shu yerda hozir yana davramizga prezident kelib tushmoqda. To'ra oshnasidan 200 dana prez uchun Sapar Murat ukamizni hamda Shahnoz singlimizni taklif etamiz. Sapar Murat, Shahnoz, kelinglar prezidentning nomiga. Sapar Murat, Shahnoz, kelinglar 200 dana prez qo'yinglar. Hamda Sarvinoz, Nishonxon, Boridaxonlarga 30 liradan. Har ikki to'ydan boramiz. Nomi tutilgan qizlarimiz, aka-ukalarimiz davomga tushinglar. Sapar Murat, Shahnoz bormi? Sapar Murat, Shahnoz. Ha. Oling. Shahnoz, Dilshoda, Faridaxon, sizlar davomga kelinglar, 30 liradan press qo'yinglar. Muborak bo'lsin, to'ylarga bersin Alloh. To'ylarga bersin. Rahmat. Hurmatli do'stlar, mehmonlar to'yda atanamoqchi bo'lgan hamda shodiyona fursatlarda bo'lib turibdi. Boya iltimos qilganimizdek, kelinglar davramizda ozgina keyinroq ochaylik. Kelinlar kuyovimizni baxt soziga chorlab qolamiz. Rabbi maydilaman otajonim beotanit eng bir yaxshi kunlar, qolaversa ezgu kunlar yoshlarimizga buyursin deymiz. Xayr akalarning iltimosiga beraman. Xayr aka, siz uchun ham ushbu oqshom Kiyovda Oshirbekning Sodiq akasi davramizda bo'lsa, mana shu Bahorat yerlar tomonidan 100 lira prezimiz bor. Sodiq aka, marhamat, shu prizni sizga topshirib qo'ying.
Kechamiz bezakli bo'lgan kelin-kuyovlarimizlar davramiz o'rtasiga valsga taklif etamiz. Ishqlarni kapatalım arkadaşlar. Hurmatli kelin-kuyovlarimiz valsga taklif qilamiz. Yoshlarimiz qarsonlarni ayamatringizlar. Hey! Bismillah.
sensen Şehir sözlerin koynum mekanlar Derya kızları aklını olar Hamma şartıga dayanmam fakat Sevamam desen canım Var bu ülkeler arzularından Var bu ülkeler hayallerinden Sen bilen güzel eteklerinden Majnun'dik parvoz etsen eyman Var bu ülkeler arzularından Var bu ülkeler hayallerinden Sen bilen güzel eteklerinden Majnun'dik parvoz etsen Bana ekranımızı yapılmak için anlamadım başımızdan devam. Hareketli devam edemez. Davasız ki. Aldamadım, sevdim ben seni Dağlarda canım aldırma beni Akşamlarım ah uylarlar seni Vicdanın azabıya taşlama beni Al istersen kur almayı seni Kur gecelerden izleymem seni O kaldırda yalan alan sen Ama taşarken canım taşlama beni Sevdim seni Dağlarda canım kaldırma beni Akşamlarım ah böyle ben seni Dünyanın azabıya taşlama beni Al istersen kur almayı seni Kur gecelerden izleymem seni Bu kalbimde yanar alamam sen Ama taşlarken canım taşlama beni Gözlerim hamam senle seni Gözlerim hamam izlerle seni Yüreğim hamam senle seni Azarım armağanım gelir bir kurbanım Yanarım sevdim ben seni Dağlarda canım kaldırma beni Akşamlarım ah uylarlar seni Vicdanın azabıya taşlama beni Al istersen kur almayı seni Kur gecelerden izleymem seni O kalbimde yanar alamam sen Ateşteki canım taşlama beni Hani yaşlı oluyorsa böyle boyunca Civatanımızın başlarının hammalarımız hürmetimiz için kolalı işe bilen devam ederiz. Hamma etmişsiniz. Sizler çok hareketli. Kraliçem kocamacım Krallarının geldi Sen gelirim şirin vadalar Seni alıp geldim Sen gelirim şirin vadalar Seni alıp geldim Hareketli oynayın. Canım
yandım Aklım çalardı Başımda görüşte vardım Eski şakam çalardı Karalayacağım koca gerçek Karanlık bir karanlık yerde Sen gönlüm şimdi dağlara Sanırım olur git gene gel Karanlık
Majida kelimizin akalarni e'timozga beraman yana bitta band sozi ijro etib beramiz. Kelimizin akalari uchun omon inom bersin. Yana bir marotaba. Qani. Salom. Ishlar qabalam. İşler zamanları, büyük sabahlar sana var. Darca gözün aşırı, gülme gelir bahtı. Yine de mutluluğumu açan, burada gülüm bahtı. Maşallah köprümüzün aşağılığında hürmet için. Esra'ydı kalbim yanımda sen. Candasın sen tenimdeki canımda sen. Tanıma şişmezsen de gidikçe.
Musafirlikdə yurdum, var yaxınlarım öldürdüm. Yaxşı yamanlı öldüm, esik soğuklu qoldum. Yolda qanlarım çoxsun, o'zimday qiynalganlar. O'zim tez yaqardan, tarqatganlar. Ko'chada o'tgan do'stlarim, bor yo'limga kulgan do'stlarim. Ko'chada o'tgan do'stlarim, bor yo'limga kulgan do'stlarim. Giderken hamma zotum, iş olgan insonlaring kular üstünden otim. Rizqimni tilayverdim, yolg'iz Xudodan so'rab, lola shayton odamlarga insonlar. Ko'chada topgan do'stlarim, bor yo'limga kulgan do'stlarim. Boshida topgan do'stlarim, bor yo'limga kulgan do'stlarim.
narsaning vaqt poyoni bor. Mana to'yimizning ham vaqt poyoni yetib keldi. Shu yerda to'yboshimiz aka bitta duo qilib berasiz. Kelin kuyovimizga duolar bilan, yaxshi niyatlar bilan kechimizni olib beramiz. Bitta kundo'z qarsa chaladi, mana shu duo bo'yicha insonimizning yaxshi niyatlariga, Allohning yaxshi niyatlariga Allohdan yoqib bo'lsin. Hurmatli do'stlar, yorlar sadolar ostida keladiganimizni o'zlari uchun tayyorlangan vaqt uylariga uzatamiz. Albatta mana shu yerda akamizdan iltimos qilibdilar, do'stlar, Shobaxon Muborak aka. Bir juft mana shu yigitlarimiz uchun alsa qaytmasin mana shu vaqt yigitlarni shular uchun bir juft quyunomalarni ijro etib berasizlar. Kiyov joylar bilaman sizlar uchun Islombek, sizlar uchun jonim omon elan bersin. Qarsa chagan Islomning qo'lidan bo'lmasin. Bir juft quyunomalar bilan davom etamiz. Marhamat, yigitlarimizning hurmati shu. Dönlerden samanlarasına kelebeklerimizi uzatmamıza mana shu yerda bir do'stim bor. Mana shu yigitlar buraya qaytmasin. Bir defa Shobaxon aka o'zim ijro qildi. Mana shu yigit uchun abi 2 hafta. Shu do'stim uchun tamam onda chiqacağız. Mana shu yigit uchun bitta bak so'zi. Do'stimiz uchun. Abi bir tane. Rica ediyorum. 2 dakika. Bas. Maaşı dostumuzla iltimas ediyorum. Bırakın şöyle beraber. Hani gittik toylar böyle olsun, toylar açsın.
har turli yaxshiliklarni Alloh nasib etsin. Ezgi kunlardan hech qachon boshqa chiqmasin. To'ylarimiz bo'lsin deymiz. Turmushga chiqmagan qizlarimiz bo'ydoq unchalar anchalar. Kelin bizni tomoni bilan bundoq qolasiz. 1 2 Badasına durma
Aka kelyapman. Bitamiz. Azamat, amca. Şafir, balar. Aşıraka, ki kıymeti kırım alayım mı? Ulan hadi yapalım. Aşır. Aşır. Çocuğum bizim tarbız kerek misin? Aşır. Tarbız kavun mavun. Aşıraka menen çeçen para aşıraka. Aşıraka menen varamız abi. Yaşamay. Ne kasıp kalayım da. Amra. Kablodan boşluğa başlar. Yok. Hadi. Bana.